Dilshodcha. Kim ekan? Hı? Dilshod aka qo'ng'iroq qilgandilar. Hı? Nima dedi? Kechki ovqat qilib o'tirma, o'zim bir nima olib boraman dedilar. Tavba. Siz aytgan bo'lsangiz kerak-da. Ovqat qilgim kelmayapti, ko'chadan olib kela qoling deb. Shunaqami? Yo'q, oyijon, unaqa demadim. Ha. Qatdan chiqdi bo'lmasam, kabob. Ha? Bu ketishda o'g'limni hech ham 1-2 bo'lmas ekanda, ha? Hozirgi yoshda o'zi shunaqa qo'yib bersang ularga, hech ham uyda ovqat qilishmasa. Yo'q, oyijon, o'zi o'g'lingiz kelin bo'lib kelganimdan beri endi birinchi marta ko'chadan ovqat olib kelyaptilar-yu. Necha marta aytganman sizga. Menga gap qaytarmang. Hammasi-chi shu birinchi martadan boshlanadi. Tushundingizmi? Ay, tavba, epli xotin bo'lganingizda. Voy, qo'ying. O'sha pulli o'rniga 2 kun uyda qozon qaynaydi dedingiz. Erimni 1-2 bo'lsin desangiz. Xo'p bo'ladi, oyijon. Uzr, sizni tushundim. Shunday bo'lsin.